So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keskin e'tirozlarga sabab bo'layotgan mazkur video va qo'shiq sabab tarmoq foydalanuvchilari va ko'plab san'at vakillari ham Madaniyat vazirligiga jiddiy murojaatlar bilan chiqishmoqda. Tarmoqlarda faollar qo'shiq so'zlarida me'yordan oshgan ikki san'atkorga nisbatan e'tirozli izohlarni yozib qoldirishmoqda. Ushbu video va qo'shiqni kimdir so'nggi vaqtlarda omma e'tiboriga tez tushish ilinjida qilinayotgan PR deya atayotgan bo'lsa, yana boshqalar nega bu va bu kabi aktyor va aktrisalarga hali ham chora ko'rilmayotganini izohlarda yozib qoldirishmoqda. Ba'zi kuzatuvchilarning g'ashiga tegdi. Buning uchun o'zimizni aybdor his qilamiz. Eshitib turibsizlar, barchaga assalomu alaykum. Bu haqqında bu saviyasiz insonlarni bu qilgan videorolikini, kontentini deymizmi, saviyasiz qo'shiqini eshitmagan odam qolmadi O'zbekistonda, O'rta Osiyoda. Xullas kalam bizlar ham shu to'g'risida videorolik qilganmiz, aynan mana shu YouTube kanalimizga. Buni qarangki, bulara bu tanqidimiz yoqmabdi va bular shu o'z tarafidan bizlara avtorskiy prava, ya'ni strike tashlab videoroligimizni yaptı. Yaptın ham, görgen adam görüp bo'ldi. Men maqsadima yetdi. Belkim sana yetib borgan bo'lishim mumkin shu gap. Shuning uchun ham chidolmayman bu narsaga avtorskiy prava tashatdim. Zayl yo'q, menga desa kanalni yaptırıp ver. Yine boshqalardan nalcha veramiz. Bize şu Ravshan Tajiyevmizmi? Yine şu Ravshan Tajiyev deb poisk beradigan bo'lsa, bizning kanallarimiz Instagramdan, YouTube'dan chiqaveradi. Endi qaranglar do'stlar, o'tgan videoroligimizda mana shu saviyasiz insonlara ayol nomidagi va erkak nomlaridagi endi bu bilmayman qay darajada erkak bu. Shunday qo'shiq chiqargandan keyin bizlara Shokuz orqali avtorskiy prava tashatdi. Senda qanday bu saviyasiz bir aytilgan mantiqsiz she'ringda qanday senda avtorskiy prava paydo bo'ldi, bu narsada men tushunmayman. Yoqmadimi? Deyib ketdimi? Erkek bo'lsang çık, meni telefon raqamim bor, no avtorskiy tashiysan. 2 sekundlik seninki aylanmagan yeri qolmadi bu. Bu yenam chiqib turib, xalqdan kechirim so'rashni o'rnina shu chiqargan qo'shiqdan keyin o'zlarini aybdor his qilibdi bular. Bularni bir 15 sutkaga diqib olish kerak. Agar rost Madaniyat vazirligi bularga chora ko'rilmaydi ekan, bularni bir 15 sutkaga diqib olish kerak. Ana shunda balkim haqiqatdan ham to'xtalishi mumkin. Chunki men aytibman, qay darajadagi bu ko'rsatuvlarga chiqib, shu saviyasiz ko'rsatuvlarga bu ishi balani chaqiradilarki, tor bilan dutorni farqına bormaydi o'g'on. Ya'ni tor bilan dutorning farqına bormaydi o'g'on darajadagi bir saviyasiz otarchini ko'rsatuvlarga chaqiradilar. Shu darajada shu narsani bilmaydi o'g'on odam ekan bu. Agar tormi bu dutormi bu men bilmay turibman buni. Shunga qarab turib ish qildim. Ben bu yerda hech qanaqa yomon gap yo'q deyishlari mumkin, lekin sen axir san'atkor bo'ladigan bo'lsang, tor bilan dutorni qanday farqına bormasliging mumkin sen. Qanday bir omi odamsanki, qo'linda turgan çalgı asbobni sen nomini bilmaysan. Bu narsalarni hammasi shu xalqning e'tiborini jalb qilish uchun, mashhurlikka erishish uchun, masalan shaxsan men tupurib qo'ygan joyim bor mening deyin mashhurlikka. Chunki meni orqamda ota-onam bor, farzandlarim katta bo'lib qoldi, oilam bor, turmush o'rtog'im bor, qo'shni va meni doniydigan odamlar yillab yinglangan bir qay darajadagi baribir bizni hurmat qiladigan insonlar bo'ladi. Shularning ichida men o'zimni yuzimni shuvit qilib qo'yishdan saqlanaman. Evvela Allah bizani yuzimizni yorib qilib bersin. Mening desani tashab turgan jalibalaring hech narsa emas. KPK. Seni o'zing ham KPK. Chiqarib turgan qo'shiqlaring ham bir tiyin, o'zing ham bir tiyin odamsan sen. Men uchun, shaxsan men uchun. Chunki saviyasiz odamni saviyasiz deb aytish kerak. Jalaba tashlaganing bilan nima bo'ldi? Xo'p, görgen adam görüp bo'ldi uni. Joyina yetib bordi u. Shundan xursandmiz. O'rtoqlar sog' salomat bo'lsa, videoga bir dana like'larni bosib qo'yasizlar.